Amerikadagi bir qism cho'ng shirkatlar nomussizlik bilan ayblendi. Fox xabarlar to'rining 27-iyuldagi xabariga qaraganda, Arkansas Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Tom Cottonning Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi savoliga javob bergan Coca-Cola, Visa qatorliq shirkat vakillari Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchilikni ayblashni rad qilgan. Tom Cotton apandi qatorliq shirkat vakillaridan Amerika hukumatining Xitoy hukumati to'g'risidagi irqiy qirg'inchilik qaroriga qo'shiladigan yoki qo'shilmaydiganligini so'rgan bo'lib, vakillarning ko'pinchisi bu masalani hal qilish o'zlarining mas'uliyati emasligini, Amerika hukumatining hal qilishi kerakligini bildirishgan. Xabarda deyilishicha, Tom Cotton mazkur shirkatlarning bu qilmishini nomussizlik deb atagan. Mahirlardan majburiy emgak chetishlik shirkatlar bilan to'xtam imzolamaslik talab qilindi. Siyosat xabarlar to'rining 29-iyuldagi xabarida ko'rsatilishicha, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidagi bir qism kishilar NBA basketbolchilarini Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik bo'lgan kiyim-kechak shirkati Anta va Lining bilan bo'lgan to'xtamni imzolamasligini talab qilgan. Avam palata a'zosi Scott Perry siyosat to'riga qilgan so'zida NBA mahirlarining bu to'xtamni imzolasa bo'lmaydiganligi va majburiy emgakdan nafga erishishga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan bo'lib, NBA bilan Anta, Lining va boshqa 3-Xitoy shirkati o'rtasidagi savdo munosabati ikki partiyaning parlament a'zolari tomonidan tekshirilmoqda ekan. Xitoy Afg'onistondan Uyg'ur qurolli kuchlarini qo'g'lab chiqarish uchun Talibanning qo'llashini talab qildi. Amerikada chiqadigan haftalik xabarlar to'rining 29-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi chorshanba kuni Taliban rahbari Molla Abdulg'ani birodar bilan Tianjinda ko'rishgan va Talibanni Afg'onistonni qayta qurishdagi va tinchlik musobasidagi muhim siyosiy harbiy kuch deb maqtagan. Wang Yi yana atalmış Sharqiy Turkiston islom harakatini terrorlik tashkiloti deb alohida tilga elib, Talibanning barliq terrorlik tashkilotlaridan bo'libmi Sharqiy Turkiston islom harakatidan chek-chegarani to'liq ayirish kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Uchrashish jarayonida Taliban rahbari Xitoyni ishonchli do'stimiz deb atagan va har qanday tashkilotning Afg'oniston zaminidan foydalanib Xitoyga ziyon yetkazishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Hilton shirkati masjid o'rniga mehmonxona salmaslik to'g'risida ogohlantirildi. Reuters agentligining 30-iyuldagi xabarida ko'rsatilishicha, Amerikadagi Demokratlar va Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan bir komitet Sharqiy Turkistondagi cheqib etilgan bir masjidning o'rniga mehmonxona selayotgan Hilton shirkatini bu tur bilan bo'lgan bog'lanishini uzishga chaqirgan. Demokratlar Partiyasining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va Jim McGovern payshanba kuni Hilton shirkati raisi va bosh ijroiya amaldori Christopher Asitaga xat yozib, Hiltonning Sharqiy Turkistonning Xotanda chiqib etilgan masjidining o'rniga mehmonxona selayotganligi to'g'risidagi xabarlardan andish qiladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Hilton shirkati buningga inkos bildirmagan. Sharqiy Turkistonda Uyg'ur musulmonlari hayit namozi o'qiganligi uchun tutqun qilingan. Hindistonda chiqadigan Op India xabarlar to'rining 1-avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonning Aqsu shahrida Qurban hayit munosabati bilan hayit namoziga qatnashgan 170 dan ortiq Uyg'urni tutqun qilgan. Xitoy hukumatı Qurban hayit harpisida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun yolg'on sahna hozirlagan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi
ilgari taqalgan bir qancha masjidni ochgan va 20-iyuldan 23-iyulgacha 50 yoshdan yuqorilarning hayit namoziga qatnashishiga ruxsat qilgan. Erkin Asiya radiosi bilan suhbat elib borgan bir yuqori darajalik soqchi xodimining oshkorlashicha, hayit mezgilida tekshirish alohida kuchaytirilgan bo'lib, Xitoy soqchilari ko'cha-ko'chalarda charlash elib berib, uylarni aqtirib tekshirgan. Tekshirish davomida asli yeshi bilan Xitoy kimligidagi tug'ilgan kunining birdek bo'lmasligi sababidan 170 Uyg'ur qonunga xiloflik qilgan deb ayblanib tutqun qilingan. Xabarda deyilishicha, tutqun qilingan Uyg'urlarning jazo lagerlariga yoki tutib turish o'rinlariga elib ketilganligi noma'lum ekan.